Tepaga qaraymiz. Tak. Yoshi necha dedingiz? 53. 53 da. Endi sizda возрастной ptoz bor opa. Yoshga oid teri osilishlari, tibbiy ko'rsatma ko'rish qilish kerak operatsiya. Tak. Oynaga kelsangiz men taxminan tushuntiraman. O'sha terilaringiz, ozgina mushaklaringiz, grejalaringiz olinib tikib beriladi. Bu asosan yevropeyskiy ko'zlarga qilinadi. Tak. Uni operatsiyadan keyingi natijasi taxminan mana bunday holatda bo'ladi. Tushundingizmi? Bu tabiiylik saqlab qolinadi. Ko'zingizda unaqa chuqur o'zgartirishlar qilinmaydi. Yuzingiz o'zgarib ketmaydi. Tushundingizmi? Mana bu ko'zingizda mana bunaqa bo'ladi taxminan. Ajinlariz tortiladi, o'zingiz skladkangiz ko'rinadigan qilinadi. Tushundingizmi? Ko'zingiz tagida ozgina grejalaringiz bor, ular olinib, terilaringiz podtяжка qilinadi. Endi Singapuriya degan operatsiya bor. U yengitdan skladka yasaladi, u skladkada ko'z chuqurroq bo'lib turadi. Ko'zimizni yumamiz. Oching. Mana bundoq bo'lib turadi. Bu Singapuriya. Ha? Shu ma'qulmi sizga? Mana Singapuriya deyiladi. Tushundingizmi? Bunda o'zi yuzingiz sal o'zgaradi, skladka chuqurroq, yengitdan yasaladi. Farqi shunda. Tushundingizmi? Buni nozik tomoni bu keyinchalik ma'lum vaqtdan keyin qarish jarayonida to'qimalar eriydi-ku, o'sha paytda yoshingizga ozgina yosh qo'shish mumkin. Chunki salda agar chuqurroq qilinsa, sizni holatingizda unaqa narsa bo'lmaydi katta ehtimol bilan, chunki to'qimalaringiz yaxshi, hali yog'laringiz erib, unaqa chuqur bo'lib ko'zingiz kirtayib qolmagan. Hozirgi oynada ko'rsatgandek qilsa bo'ladi. Chiroyliroq bo'ladi, skladka bo'lsa. Farqi yo'q, o'sha hammada bor-ku. Umuman bo'lmagan mana bunaqa. O'sha yengitdan qilinadi. Endi hammada chiroy tushunchasi har xil-da opa. Shuning uchun biz taklif berib ko'rsatamiz, qaysi yoqsa bemorga o'shani qilib beramiz.